12. növbətlik Dünya Şərqi Türkistonluqlar qarindoshlik uchrashishi va 3. növbətlik Şərqi Türkiston Milliy Birlik Şurası 26 sentabr shanba kuni Turkiyaning poytaxti Anqarada boshlandi. 26 sentabrdan 29 sentabrgacha 3 kun davomlashadigan yig'inga Turkiyadagi har qaysi tashkilot, jamiyatlar mas'ullari, doktor, aspirant, ziyolilar, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Yevropadagi Sharqi Turkiston tashkilotlarining vakillari qatnashadi va belgilangan temalar bo'yicha nutq so'zlaydi va muzokara olib boradi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Sharqi Turkiston tashkilotlari, faoliyatchilar va ziyolilar orasida o'zaro tushunishish va qarindoshlikni ilgari surish, da'vo yo'lidagi masalalarni muzokara qilish maqsad qilingan bu muhim uchrashish yillardan buyon Sharqi Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati boshchiligidagi Sharqi Turkiston tashkilotlar birligining sohibxonligida dunyoning har qaysi joylaridagi Sharqi Turkiston va Uyg'ur tashkilotlari mustaqil faoliyatchilar va ziyolilarning hamkorligida o'tkazilib kelmoqda. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeshining Shveysariyaning Jenevada o'tkazilgan 45-qatimliq yig'inida Uyg'ur faoliyatchisi va ziyoli Abdushukur Abdurashid mundaq dedi: "Xalqimga qaratilgan irqiy qirg'inchilik bor. Oilamdagilar Xitoyning jazo lagerlarida tutqun qilinmoqda." Shveysariyada turishliq Uyg'urlarga adolat jamiyatining qurg'uvchilarining biri bo'lgan Abdushukur apandi 47 a'zosi bo'lgan kengashda Sharqi Turkistondagi kishilik huquq vaziyati to'g'risida so'z qildi. Irqiy qirg'inchilikning tug'mas qilib etish va a'zo atkazchiligini o'z ichiga olganligini bayon qilgan Abdushukur apandi Ufkam qul ishchisi sifatida telefon zaryadlaguvchi ishlab chiqarish zavodida ishlaydi. Siz ishlatgan zaryadlaguvch ularning biri bo'lishi mumkin. 3 million Uyg'ur jazo lagerlariga qamalgan. Berlin yoki Chikagodagi barliq kishilarning qul sifatida turmaga tashlanganligini tasavvur qilib beqing dedi. O, nurg'un davlatlarning Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikqa sal qaraydiganligini bayon qilib mundaq dedi: "Agar bir narsa o'zgarmoqchi bo'lsa, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti hozir harakat qilishi kerak. Irqiy qirg'inchilik to'xtalsin" deb chaqiriq qildi. Washingtonga joylashgan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining ijroiya raisi Umar Qanot apandi Xitoyning yig'ilish lagerlarida bir mezgil tutib turilgandan keyin Qozog'istonga qochib chiqqan va Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelgan Tursunay Ziyovuddinning sog'-salomat holda Amerikaga yetib kelganligini bildirdi. Tursunay Ziyovuddin va Qozog'iston fuqarosi bo'lgan yo'ldoshi hech qanday sababsizla 10 oy yig'ilish lageriga qamab qo'yilgan va keyincha Qozog'istonga kelgan. Lekin Qozog'iston hukumatı uning viza iltimosi uchun Xitoyga qaytishi kerakligini aytgan. Tursunay xonim ko'p qitim xalqaro taratqularga yig'ilish lagerlaridagi vahshiyliklar haqida guvohlik bergan. Kino televiziya programma spisi Netflix Amerikadagi 5 nafar kengash palata a'zosining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan kishilik huquq dafsandichiligini oqlagan Xitoy yozuvchisi Leoning ilmiy fantaziya kitobini televiziya teatriga aylantirish masalasida qayta o'ylanishga chaqirgan xatiga javob qaytardi. Bu spining bayonotida Netflixning Xitoy avtorining Beijing hukumatining Uyg'urlarga qilgan muomalasi haqidagi qarashlarga qo'shilmaydiganligini ta'kidlagan. Netflix'ning yershari ommaviy siyosat ishlariga mas'ul muavin raisi Dian Garfield kengash palata a'zolariga yozgan xatida mundaq dedi: "Leo apandi bu programmaning ijodchisi emas, u faqat kitobning avtori. Biz uning kitobi yoki Netflix programmasi bilan munosabati bo'lmagan bu qarashlarga qo'shilmaymiz." Tennessee shtatining kengash palata a'zosi Marsha Blackburn boshchiligidagi Cumhuriyetchilar partiyasining kengash palata a'zolari Xitoy yozuvchi Leoning Uyg'urlarga qaratilgan bostirishlarini oqlaganligi sababli Netflixdan uning kitobini film qilib ishlamaslikni talab qilgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning New York shahridagi konsulxonasining cho'ng josuslik o'zi ekanligi, New York soqchi idorasining Xitoy uchun josuslik qilib qo'lga ilingan Tibet soqchisidan keyin texnik ko'p josuslarni qo'lga ilishi mumkinligini bildirdi. Mike Pompeoning 24 sentabr New York pochtasi gazetiga bildirishicha, navbatda Trump hukumati Xitoyning Amerikadagi diplomatlarini yaqindan kuzatmoqda ekan. Pompeo Xitoy diplomatlarining harakati normal diplomatiya chegarasidan halqib, josuslik harakatlariga o'xshab qolganligini bildirgan.
U yana esingizda bo'lsinki, bizning bu yerda Xitoy konsulxonalaridan boshqa Birlashgan Davlatlar Tashkiloti organlari bor degan. Amerikadan siyosiy panohlik tilab, Amerika fuqarolariga o'tgan Beyma Daji Angmang 2018 yildan beri Xitoyning New York konsulxonasidagi noma'lum shaxslarga ishlab, ularni Amerikadagi Tibet mustaqilligini qo'llovchilarning uchuri bilan ta'minlab kelgan.